Farhod ismining kelib chiqishi tarixi qanday? Farhod o'zbekning ismiga aylanguniga qadar qanday tarixiy yo'lni bosib o'tdi? Tarix jozibasi va o'tmish falsafasi faqat Dervishnot sahifasida. Farhod ismi qadim Eroniy antroponim bo'lib, hozirgi kunda o'zbeklar va tojiklar orasida, shuningdek Eron, Turkiya, Kavkaz va ba'zi diasporalarda keng tarqalgan. Uning ilk shakli Yunon manbalarida Frates deb berilgan va bir nechta Parfiya hukmdorlari tomonidan qo'llangan parficha Frahatga borib taqaladi. Tilshunoslar uni qadimgi Eroniy Frahata shaklidan kelib chiqqan deb hisoblaydilar va bu erishilgan, qozonilgan, munosib ko'rilgan degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni haqli ravishda olingan sovg'a yoki marhamat ma'nosida. O'rta Fors an'anasida yordamga kelgan, qo'llab-quvvatlash uchun yuborilgan kabi yaqin ma'noli shakllarda ham qayd etilgan. Bu esa insonga tasodifan emas, balki xizmatlari yoki taqdiri tufayli keladigan marhamat g'oyasini kuchaytiradi. Keyingi fors va turkiy tillardagi talqinlarda ism ko'pincha quvonch, baxt, farovonlik, shuningdek aqlli, fahmli tushunchalari orqali izohlanadi. Bu ma'nolar qadimiy asosning xalqona qayta tushunilishini aks ettirsa-da, dastlabki munosib ko'rilgan ne'mat g'oyasi bilan yaxshi uyg'unlashadi. Ism taqdirida mumtoz adabiyotning alohida o'rni bor. Nizomiyning Xusrav va Shirin dostoni qahramoni Farhod unga sodiq, fidoyi, og'ir mehnat va jasorat tayyor oshiq timsolini bag'ishlagan. Hazrat Mir Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonidagi Farhod ham asar ishqiy va ma'naviy yo'nalishlarining asosiy tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Navoiy dostonida Farhod Chin mamlakati hukmdorining o'g'li sifatida aks etadi. Aytish joizki, Fors o'lkasi va Usmonli madaniy an'analari orqali ism turkiy til muhitiga kirib kelgan. Farhod, Ferhat va Ferhat shakllari o'zbek, tojik va turk antroponomiyasi tarkibiga singib ketgan. Xullas, bu videoni Farhod ismli yaqinlaringizga, ushbu ism sohibiga yuborib qo'yishni unutmang. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Dervishnot sahifasiga obuna bo'lishni unutmang.